Bizning do'konimizda juda ham ko'p assortimentlarimiz bor. Bu degani juda ham ko'p. Buni to'liq video qilish uchun ko'p vaqt ketadi. Lekin qisqacha qilib prokatkalar tushuntiray. Bularning narxlari har kuni har xil bo'ladi. Masalan, Matiz 3 talik motor Damas'ga ham tushadi. Mana Matiz Best 4 talik, ya'ni 4 ta portion tushadi yana. Bu yog'imiz Spark 1 lik motor, ya'ni o'sha 2011-2012-yilda chiqqan koreyskiy motor deb qo'yamiz. 4 talikniki. Bu yog'imiz Spark 125. O'zimda ham shunaqasidan yevro, bu ham 4 talik, lekin katta motor deb qo'yamiz. Kutib olinglar, bu avtomashinamiz Kabolat. Kabolatni yaxshisi, ya'ni bu 3 talik, ya'ni 3 talik temirligi. Qarab turinglar, shoshmanglar. Bu Cobalt'ga 2 talik temirimiz, 2 talik, 2 qavat. Mana Cobalt'ga eng prostoy, bittalik va bu o'sha Matiz Spark prostoy. Ana shunaqangi versiyasi. Buni ham narxi har xil. Hammasini narxi aytganim bilan eslarda qolmaydi va ertaga o'zgarish ehtimoli juda ham yuqori. Bunisi Nubira deb yozilgan 1.5 Lacetti Nubira. O'zi bilan 1990-yildan 2005-yilgacha Nubira olib chiqqan. Keyin 2004dan Lacettiga aylangan. Lacetti 1.6 motorimiz 2013-2014da chiqqan va o'sha 2006-2008da ham bor bunaqa versiyasi. Lacetti 1.8 eng mashhur Lacetti 1.8. Kutib olinglar, bunisi Onyx. Onyx uchun prokatка. Bularda hammasining narxlari qiziq bo'lsa, dastavka qilish kerak bo'lsa, optim narxlarda Qo'qondan, Mastona bozoridan aloqaga chiqsalar jo'natib yuboramiz. Nomerlarni ko'rib turibsizlar ekranda.